Alloh taolo Qur'oni Karimda bandalarini qarindoshlik rishtalarini bog'lash va mustahkamlashga buyurib, shunday marhamat qiladi. Albatta, Alloh adolatga, ezgu ishlarga va qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi. Silai rahm qiladigan inson bu dunyoda ko'p yaxshiliklarga ega bo'lishi bilan birga oxiratda ulug' ajru mukofotlar sohibiga aylanadi. Shu sababli Robbimiz qarindoshlik aloqalarini mahkam bog'lashga chaqirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, bas qarindoshlari bilan yaxshi aloqada bo'lsin dedilar. Demak, aka-uka, opa-singil, amaki-tog'a, amma-xolalar holidan xabar olib turish, kasal bo'lsa ularni borib ko'rish, yaxshi kunlarda xursandchiligiga sherik bo'lishga harakat qilaylik. Alloh taolo qarindoshlik aloqalarini go'zal holatda ado qilgan bandalardan bo'lishligimizni nasib qilsin.